Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa Farg'onadagi yangi obyektimizni xudo xolasa ishlarni bitirib, Farg'onadagi uchastkamizga eshiklarimizni xudo xolasa o'rnatib topshirib berdik. Nima ishlar bo'lgan, qanaqa eshiklar qo'yilgan, batafsil ichkarini ko'ramiz. Kiraverishimiz 2 etajli uy bo'lgan. Zaliga 1,5 tabaqali eshik qo'yib berdik. Kuxnaga 1 tabaqali, 220 ga. To'qsonli eshikdan bo'ldi. Nolasi ochilib yopilishlari ideal holatda daburlar bilan chiroyli qilib qo'yib berdik. Zamonlarimiz ham yaxshisidan. Xudo xolasa pastda 4 ta eshik qo'ydik. Tepa qismiga 6 ta eshik qo'yib berganmiz. Tepa qismlarni ham ko'rsatib o'taman akalar. Mana ishlarimiz xudo xolasa chiroyli holatda. Ikkinchi etajimiz ham ichki qismlarida hammasi daburlari bor. Tomonlarimizga mana ideal holatda sapajik pechenniy qilib berdik. Diagafasonda обналичкаlarimiz 45 gradusga chiroyli qilib kesib, siylarini yo'q qilib berdik. Xo'p, sanuzelimizga ham orqa taraflarni dabor qilib o'rganmiz. Hamma joyini ochib yopilishlar ideal holatda. Eski spaniyamizga mana bitta eshik qo'yib berganmiz. Xullas, ishlarimizni topshirdik aka-ukalar. Sizlarga ham shunaqa sifatli eshiklar kerak bo'lsa, bemalol ekranga nomerlar qo'yib qo'yganmiz. Aloqaga chiqishlar mumkin. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz aka-ukalar. Ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, obunani bosib qo'yishni unutmaysizlar. Salomat bo'lasizlar.